Uchinchi qatim taloq qilgan ayolini iddatdan keyin nikohsiz akilib olish. Savol. Assalomu alaykum ey ustoz. Biz hozir bir masalaga duch keldik. Bir ayolni eri birdan 3 taloq qilgan. Birinchi, ikkinchi qatimda yenib olgan. Uchinchi qatimda iddat tutgan. Andan u ayol 3 hayz ko'rgandan keyin u bir qatim yo'l bar ekan deb u ayolni uyga akilib nikoh o'qitmay o'ltirgan. Endi bu zina bo'lamdi yoki nima bo'ladi? Agar bu ayol u erdan ayrilsa qanchalik iddat tutadi? Bular mushu hukmga qarashliq bo'lib qoldi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Alloh taolaning qayta yarashishga bo'ladigan taloq 2 qatimdir. Uningdan keyin chiroyliqcha tutish yoki yaxshilik bilan qo'yib o'tish lozim degan oyatlardagi hukmiga asosan 3-chi taloqni qilish bilanla taloqdan keyin iddat to'shsin yoki to'shmasin, u ayol ashu erga harom bo'lib ketadi. Harom bo'lganligini bilib iddati to'shqandan keyin uyga akilib olgan bo'lsa, bu zinodan iborat. Ayolmi bilib kelgan bo'lsa, zino qilgan bo'ladi. Bu jarayonda bola bo'lsa erga mansub qilinmaydi. Chunki bu valadi zina, zinodan bo'lgan farzand bo'ladi. Bu ahvolda bular darhol tavba qilishi va ayrilishi lozim. U erdan ayrilgandan keyin bu zina bo'lg'achqa ba'zi olimlar buniga iddat ketmaydi deb qaraydi. Ba'zilar odatdagidek 3 hayz iddat ketadi deydi. Muvofiqroq qarashda bir hayz ko'rib iddat tutib xotirjam bo'lsa bo'ladi. Agar yoki ayol har ikkilisi haromligini bilmay bir qatim yo'l bar ekan deb o'ylab qolib iddat to'shqandan keyin akilib olgan va yoki kelgan bo'lsa, bu shubhilik jimo qatoriga kiradi. Zina bo'lmaydi. Bu jarayonda bola bo'lsa erga mansub qilinadi. Bu ahvolda bular darhol tavba qilishi va ayrilishi lozim. Ayrilgandan keyin odatdagidek 3 hayz ko'rib iddat tutadi. Iddati to'shqandan keyin koni eri bilan xotin bo'lolmaydi. Bu erga emas, cho'qim boshqa erga tegishi lozim. Boshqa erga tekkan ahvolda bu taloq qilib qolsa yoki o'lsa iddati to'shqandan keyin ondan burunqi bilan nikohlansa bo'ladi. Taloq masalasi bir qadar nozik bo'lg'achqa, yurtingizdagi biror olimga tafsiliy ahvolni bayon qilib so'rab beqishingizni tavsiya qilaman. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 102 nomorliq fatvo.